Farzandlik vazifalarim bilan birgalikda kelinlik vazifalarimni ham unutmagan holda bugun qaynonamnikiga bayramni nishonlashga keldik. Koreyada juda ham katta milliy bayram Solal bayrami bo'ladi. Bu bayramda katta kelinlarga juda ham ko'p mas'uliyat tushadi. Katta kelinlar, ya'ni katta o'g'ilni ayoli bu bayramda har xil ovqatlar, salatlar qilib qaynonasi bilan birgalikda mehmonlarni kutishadi. Shuning uchun men ham katta kelin bo'lganligim sababli qaynonamnikiga 2 kun oldindan keldim. Lekin oldinlari ko'p insonlar, mehmonlar kelardi. Unda buvimiz tirik edilar. Buvimiz olamdan o'tganlikdan keyin har kim o'z uyida bayramni nishonlaydigan bo'ldi. Bu bo'lsa menga ancha yengillik tug'dirdi. Chunki o'zimiz uchun qiladigan salatlar, ovqatlarni hajmi ham kamaydi. Men bo'lsam bundan juda ham xursandman, hatto qaynonam ham xursandlar. Qaynonam ham katta kelin bo'lganliklari uchun necha yillar davomida mehmon kutib juda ham qiynalib ketganlar. Koreyada juda ham ko'p kelinlarning jalbasi shu bayramdan. Chunki ota-onasini uyiga ketgisi keladi, lekin bu bayramda ketmasdan katta kelinlar xizmatda bo'lishi kerak. Bu juda ham noto'g'ri degan gaplar juda ham ko'p chiqmoqda va hozir bu narsani yo'qotish arafasida turishibdi kelinlar. Men ham shunga qo'shilaman, lekin bizning uyimizda unaqa ish ko'p, salatlar ko'p, ovqatlar ko'p qilish kerak emas. Qaynonam menga har doim yordam beradilar. Onajonimni qanchalar yaxshi ko'rsam, qaynonamni ham shunday yaxshi ko'rib hurmat qilaman. Chunki shu narsaga arziydigan insonlar, bolalariga chiroyli tarbiya bergan, hatto eri nechta ayollar bilan yursa ham eriga sodiq qolgan ayol hisoblanadi. Lekin hozir juda ham afsusdalar, chunki qaynotam bilan qanday chidab yashagan ekanman deb har doim aytadilar. Qaynotam bayram bahona, onajonim kelgani bahona. Bayram kunidan ancha vaqtli keldilar, lekin biz ertaga qaynonamni ukalarini uylariga ketamiz. 12 yil davomida qaynonam ukalarini uyiga bormaganlar. Onajonimni ham qudalari bilan tanishtirib kelamiz. Qaynotamni ham uylariga, ya'ni qishloq uylariga olib borib qo'yamiz. Xullas, qaynonam o'zini ota-onasining qabriga 12 yil davomida, hatto ukalarini ham 12 yil davomida ko'rmagan ekanlar. Men bunga juda ham hayron qoldim va qaynonamning sabriga besh ketdim. Shuning uchun qaynonamni juda ham yaxshi ko'raman.